Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Baliqchi tumani Charog'on MFga bir kontur bo'yicha dala yer maydoniga kelindi. Konturimiz raqami 2241. Mana bugungi kunda mana pomidorlarimiz hosilga kirib, mana hozir jarayonlar. Hozir bu konturimizda jami 10 gektar bo'lib, ya'ni 50 ta fuqaroga 20 sotikdan yer maydon berilgan. Lider tadbirkor etib Asiya Liga Star tomorqa xizmatlari MChga biriktirilgan birgalikda ish faoliyati olib borilmoqda. Endi hozirgi kunda pomidorimizni shu 1 gektardan o'rtacha 35 tonna pomidor mahsuloti olish rejalashtirilgan. Jami 10 gektar bo'lib 350 tonna pomidor mahsulotlari olish rejalashtirilgan. Mana hozirgi kunda ish jarayonlari ketmoqda. Endi hozir mana bu yer maydonimiz bu tomoni mana uzunligi hisoblanadi. Uzunligi shu 500 metr bo'lib, mana eniga 200 metr standart qilib olingan. Bu tomoni mana yo'l bilan chegaradosh, bu tomoni zavr bilan. Mana bu yog'i ham terakzor. Bu yog'i ham teraklar bilan chegaralangan. Mana hozirgi kunda mana mahsulotlarimiz уже pish jarayonida.